Ba'zan hayot tashvishlaridan charchab, biz nega yashayapmiz o'zi degan savolga javob izlab qolamiz. Apelsin qiz romani aynan shunday paytda dilingizga yorug'lik olib kiruvchi kitobdir. Taniqli Norveg adibi, publitsist Jostein Gaarder 1952-yilda tavallud topgan. U tasbihis yoki boshqa novellalar, Sirli fol, Safiya olami, Jumboq ko'zgusi, Qisqa umr, Sirkchi qiz, Apelsin qiz kabi asarlar muallifidir. Yozuvchining Safiya olami romani dunyoning turli tillariga tarjima qilingan. Xususan, Germaniyada 3 milliondan ortiq nusxada chop etilgan. Asarning umumiy adadi 30 millionga yaqin. Bu kitob hayot, o'lim, sog'inch va bir qo'lda quchoq apelsin tutgan sirli qiz haqida. Otaning o'z o'g'liga yozgan maktubini o'qir ekansiz, go'yo o'zingiz ham koinot va borliq sirlari ichiga sho'ng'iysiz. Romandagi har bir satr odamni yashashga, sevishga va shukr qilishga undaydi. Nega o'qish kerak? Kitob hayotning har bir lahzasi g'animat va go'zal ekanligini his qildiradi. Sevgi faqat his-tuyg'ularda emas, koinotning eng buyuk sirli ekanligini ochib beradi. Mutolaadan so'ng atrofimizdagilar insonlardan har bir kunini ko'proq qadrlay boshlaysiz. Bu asarni o'qib tugatib o'zimga bir savol berdim. Biz baxtni uzoqlardan qidiramiz-da, lekin aslida yashayotganimizning o'zi ham eng katta mo'jiza emasmi? Agar siz ham hali ham ushbu asarni o'qimagan bo'lsangiz, unda albatta o'qib chiqing.